Hammaga assalomu alaykum. Hurmatli O'zbek media obunachilari, yaqin soatlar ichida, Xudo xohlasa nasib biza sizlar bilan 30 mingtani qarshi olamiz va bu kunlarni biza sizlar bilan uzoq kutdik. To'g'ri, bu hozirgi kelgan obunachilar, ya'ni endilikda kelayotgan obunachilar sodiq obunachilar bo'lmasa ham, lekin son jihatdan sizlar bilan 30 mingtaga chiqildi. Bu kanal 2020-yil ochilgan bo'lsa, mana 5 yil ichida to'g'ri oxirgi obunachilar, oxirgi rezultatlar, oxirgi kelayotgan ko'p obunachilar mana shu yil ichida bo'ldi. Chunki may oyida yoki adashmasam aprel oyida bu obunachilarning soni atiga 3000 ta edi va birdaniga ko'tarilib ketdi. Endi ming afsuslar bo'lsinki, bu video hech qanaqasiga 30 mingtani nishonlaydigan video bo'lmaydi. Men shunchaki oxirgi paytda где-то bir 2 oymi 3 oy bo'lgan bo'lsa video chiqarganimga yoki 1 oymi shunchaki sanani yangilash maqsadida va aynan 30 mingta bo'lganimiz uchun mana shu videoni so'ngga qilishga qaror qildim. Mana orqamda samolyotlar o'tib ketdi уже. Ko'chadaman. Toshkent ko'chalarida yuribman, ozgina kichkina muammochalar bilan. Boshqa kanallar o'sishga kiradigan bo'lsak, monetizatsiya bor kanal faqatgina bitta qolgan va yana bitta narsani ayta olaman sizlarga. O'zbek autoriyada pulni kam berar ekan. Bu oldin ham tasdiqlangan edi. Chunki nima bo'ladi? Faqat chet eldagi o'zbeklar ko'rgan hisobiga beradi pullarni. Yana nima? Disiplinani ushlash kerak. Balki ertalablari sport bilan shug'ullanyapman. Qo'shimcha yangilik. O'shanda qanaqadir video qilgim kelsa, ertalab har kuni video qilib chiqarman. Sizlardan bo'lsa poddeshga videoni maksimaliy tarqatinglar, like bosinglar, savollar bo'lsa kommentariyada yozib qoldiringlar. Lekin Allohga shukr, hozir shunaqa darajaga chiqilganki, misol yangi kanal ochilsa, 1000-2 mingta bo'lish o'zi muammo bo'lmay qoldi. Vaqtida bu shuncha 30 mingta auditoriyani orzu qilingan bo'lsa, mana va nihoyat sizlar bilan mana shu kun 9-noyabr bo'ladigan bo'lsa, aytgancha 9 bo'lsa 21-noyabrda mening tug'ilgan kunim. Balki ungacha biz sizlar bilan 10 mingta agar keladigan bo'lsa, hop 40 mingtaga chiqib olamiz. Stream balki boshlanib qolar bu kanalda, может быть ham noma'lum. 2 daqiqa 35 soniya bo'ladigan bo'lsa, men 3 minutdan keyin videoni o'chiraman. Hozircha yangilik shu. Nimani ko'rsatdim? Mana orqam. Mana orqa taraf, to'g'rirog'i, noto'g'ri tushunish yo'q. Yon taraf. Xushbegidaman. Va yana tanqidchilar, bu video shunchaki esdalik uchun bo'lib qoladi. Agar interesli bo'lmasa o'tkazib ko'rishinglar mumkin, negativchilar. Lekin yana bitta narsa, maqtanish emas. Shunchaki natijalar gapirsin. Sizlar tanqidganinglar bilan, negativ yozganinglar bilan obunachilar soni kelishda davom etadi. Bu hech qanaqangi kibr emas, shunchaki haqiqat. Chunki faqatgina ya'ni to'g'ri ma'noda havas qilib yashash kerak. Unaqa negativ yozib endi yozilib qolish mumkin-da. Negativ yozib kanallarga yomon ruhiyatda bo'lish kerak emas. Qanaqa video chiqishidan qat'iy nazar to'g'ri foydali bo'lmasligi mumkin, lekin o'zini auditoriyasini topib oladi. Joninglar sog' bo'lsin. Kuzatishda davom etinglar, charchamanglar.